tug'oy deb turgan ekan. Bolalar ham Shu Qo'chqordan edingiz, Shuhratjon? Ha, ash Qo'chqordan 100 ga 100 xolos. Qo'chqordan mana obunachilar, mana shu Qo'chqordan ekan. Haqiqiy o'ta tiniq variantlar sizlarga. Ishqivoz bo'lgan odamga bozorda qo'ylar emas, to'g'risida o'zim bitta yiqqanman, qo'ylarni. Xudo xolasa ishqivoziga qo'ydi taniydigan odamga sotasiz, ha? Bu yerda yoshlari qanaqa Shuhratjon endi? Yoshlar tish buzmagan, 4 tish. Tish buzmagani ham bor shu qo'ydi ichida. Ha, tish buzmagani ham bor. Taxminan shuni qo'ysak bo'ldi. qo'ylar kichkina Mana obunachilar salkam 90 da urib turibdi. Mana ko'rib turibsizlar. bunisiga Xudo xolasa. Mana. hammasini tishini ko'rsatamiz bu qo'ylarni. Mana 4 tish obunachilar, Xudo xolasa hammasi bo'g'oz, ha Shuhratjon? Hammasi 100 ga. Hammasi Xudo xolasa bo'g'oz. Qaysi tish buzmagan deyapsiz buni ichida? Mana mahliy sho'laydi. Mash tish buzmaganmi? Mashalloh, o'ta yirik ekan, ha? Qulog'i ham Bu qaranglar, oldini qo'ydi. Mana haqiqiy zotga ishqibozlar uyi, har qo'lchoq ekan, ha? Do'ydahni o'lchab ko'ramiz. Mana obunachilar bu ham tish buzmagan ekan. Mashalloh, hammaga nasib qilsa. Mana zoti borligi shundan bilinib turadi obunachilar. Qulog'ini ko'rsatib, qulog'i ham Mashalloh, mana qaranglar, garbonslar ham cho'tki. Bundaqalarini obunachilar narxini o'zlaring ko'ryapsizlar. Lekin Shuhratjon o'zimizda obunachilar har doim shularga obunachilarga sotaman, har doim deb chiroyli qilib qo'yib beraman. Yaxshi niyatda sotyapman bularni. Shu sotada ham bo'lib qoldim. Ha, yaxshilikka pul kerak bo'lib qoldi. Ishonchi sotyaptilar. Xudo xolasa. Mana obunachilar Xudo xolasa tug'oy deb turgan ekan o'zi qo'ylar bu yerda. Mana turgan puldan foyda yo'q. Kimdir haqiqiy qo'ydi zotligini ko'rganda menda ham bitta bo'lsin, mana shunaqalardan deganlar olib chiroyli qilib o'zlari ham bir yaxshi qo'ylarni chiqarib, yaxshi pulga sotsalar, yo'qmasam sotmaydigan bo'lsalar, ko'paytirsalar, maza qilib bo'ladigan variantlari ekan. Xo'p, Shuhratjon yeb ichishlar yaxshi, endi uyingizda turgani, ha? Sinovda, Xudo xolasa. Shuhratjon, bo'pti, narxini gapiring. Ha, son nechta bu yerda? soni 7 ta. 7 donasini nech puldan berasiz? Oldi qochdi gap qilmaylik, Shuhratjon. Dangal, aytdingiz, obunachilarga beraman, yengil beraman. Bozorda ham sotyapti dedingiz, to'g'rimi? Bozorda ham, ha. Yo'q qo'ylarni ham sotishyapti, normal puldan dedingiz, lekin narxini men cho'tki qilib beraman deganingiz uchun, obunachilar uchun mana shu yerga keldim. Obunachilar bitta mehnatimni qadrlab, bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlarini qoldirib, sizlardan paddushga like bosib qo'ysalar, ko'proq odamga tarqaydi. O'zlaring ham olmasalar tanish-bilish aka-uka birodarlarga jo'natib qo'yinglar. Tanish-bilishlarga hammasiga Xudo xolasa obunachilar sizlar olmasalar ular ulgurishadi mana shunaqa toza narsalarga. Ha, mana shu qo'chqorimiz ham mana qochgan ekan, jonivor, mana qaranglar, oxiyuz haqiqiy o'ta tiniq qo'chqordan qochgan ekan. Xo'p, narxi nech puldan beramiz, Shuhratjon? Narxi Xudo xolasa hozirjon 7 donasiga. 7 donasi. Bitta ketadi, Xudo xolasa bitta obunachingizga ketadi. Mayda juda qilmaymiz. Oxirgi narxini aytaman, chunki Bo'ladiganni, men bilasiz, men frankka to'g'ri toqatim yo'q, chunki men qo'ydi, masalan, ichida o'zim mashina ichida yuraman, asosan. Men chunki go'sht yo'nalishga qo'yib kelmayman, bilasiz-a? O'zim mashina ichida yuraman, tiniq qilib narxini cho'tki qilib beraman deganingiz uchun keldim. Oxirgi narxini aytaman, 1100 dollardan bo'lsa beraman. Undan kamiga beradi. 1100 dollardan berasiz. Hozir 7 donasini olganga. Nimagaki, yo'q. Ko'ryapmiz misol endi bunaqa qo'yiladi, qancha qo'yishyapti, lekin Xudo xolasa Nodirjon qo'ylar Yo'q, to'g'ri aytdingiz Shuhratjon, gap yo'q.